2001 yil yuz bergan 11 sentyabr voqeasidan keyin Amerika armiyasi Afg'onistonga kirgan chaqlarda Xitoy generali Liu Yajo G'arbiy rayon nazariyasi nomli bir kitobni yozib, Xitoyning G'arbiy rayonga, ya'ni O'rta Osiyoga yurish qilishining buyuk strategik ahamiyatini o'tirg'a qo'ygan edi. 2010 yil Fransiya xalqaro radiosi to'rida bu nazariyaning to'g'ri ekanligi haqida maqola e'lon qilingan bo'lib, Uyg'ur rayonini o'z ichiga olgan O'rta Osiyoning bugun va kelgusida Xitoyning eng muhim energiya bazasi va iqtisodiy jon tomiriga aylanadiganligi nurg'un misollar bilan tushuntirilgan. Maqolada ko'rsatilishicha, 1884 yil Manchun generali Zozongtangning g'arbiy diyorini qaytarib olish plani Qing hukumatining qo'llashiga erishmagan bo'lsa, Xitoy g'arbdagi chegarasini emas, bugungi yuriki jon tomiri bo'lgan Uyg'ur rayonini qo'ldan berib qo'ygan bo'ladi. Kommunist Xitoy hukumatining g'arbni keng ko'lamda ichish va bir balvoq bir yo'l planimi mavjud bo'lmagan bo'ladi. General Liu Yajo Uyg'ur rayonini o'z ichiga olgan O'rta Osiyoni Tangrining Xitoyga baxsh etgan eng chong ne'mati deb atagan bo'lib, Xitoy hukumati uning g'arbga yurish qilish tashabbusini qabul qilgan. Energiya manbasini ko'paytirish va bozorni kengaytirish uchun bir balvoq bir yo'l qurilishini yo'lga qo'yib, Uyg'ur rayonini baza qilib, O'rta Osiyo orqali G'arbiy Osiyo va butun Yevropa bozorini egallash qadamini bosgan. Qozog'istonda turishliq geoiqtisod mutaxassisi professor Sharifjon Nadirov apandi bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilib, Xitoyning bir balvoq bir yo'lni bo'ylab kengayib, har qaysi davlatlarni arzon mollari bilan jalb qilayotganligini, dunyoni yumshoq kuch bilan egallashga urinayotganligini bildirib, mundaq dedi. Xitoyniki naqsi shaxsiyanki tevizniki. O'rta Osiyodagi mamlakatlar amali yo'q. Biroq hammasi bildi, buni yer İpek yolu o birinchi navbatda Xitoyniki naqshtiga shunda qurilgan yo'l. Yalnız Qozog'iston, O'rta Osiyo emas, butun Sharq hammasini eglab, o'sha nimadaklar bog'lab olgan temir yo'l, avtomobil yo'li bilan o'sha ko'p mamlakatlarni Xitoyga bog'lab qo'ygan. Alashqa Xitoyning asri Shanxaydan tortib Londongacha, bir cheti Afrikagacha, Arab davlatlarigacha nihoyatda cho'ng bo'lyapti hozir. Sababini bilsiz, yaman azan ularning mahsuloti shu azanchilik bilan bular hozir iqtisod yo'li bilan dunyoni eglayapti. Yumshoq eglayapti. Mana so'qishsiz nimqmasdan uning aqibati qanday bo'ldi? Uni O'rta Osiyo bilan Xitoy munosabatlari tadqiqotchisi Nivayo bu yil 5-oyda Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan Xitoyning Janubiy Osiyo va O'rta Osiyoga ko'rsatayotgan ta'siri nomli isbot anglash yig'inida O'rta Osiyo bilan Xitoyning tarixiy va siyosiy munosabatlarining 2000 yilga cho'zilganligini tilga olgandan keyin mundaq degan. Forging good relations with Central Asian states hold substantial symbolic strategic importance to the Chinese Communist Party. O'rta Osiyo davlatlari bilan yaxshi munosabat o'rnatish Xitoy Kompartiyasi uchun strategik ahamiyatga ega. O'rta Osiyo davlatlari hozir Xitoyning chegara sirtidagi qo'shnilar emas, balki Xitoy bilan manfaatdosh davlatlarga aylandi. Tarixda Xitoyga tahdid paydo qilgan rayonlarni kontrol qilish Xitoy Kompartiyasining davr surishi uchun nihoyat muhim. Bugun taxminan 75 million nüfusga ega O'rta Osiyo tarixda Sharqiy Turkiston deb atalgan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni bilan 3320 kilometr uzunlikda chegaralandi. Xitoy hukumatı Uyg'ur rayonining muqimligini saqlash uchun 1991 yildan boshlab O'rta Osiyoga mablag' solib keldi. 1991 yil Xitoy bilan yangidan mustaqil bo'lgan O'rta Osiyo davlatlarining tijorat summasi 463 million dollarga, 2002 yil 2 milliard 300 million dollarga, 2013 yil bo'lsa 50 milliard 200 million dollarga yetdi. 63 million in 1999 to 2.3 billion in 2002 and 50.2 billion dollars in 2013. Xitoy matbuotlarining xabar qilishicha, yaqinda Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat savdo vakillari o'miki O'rta Osiyo allariga berib, bir qator savdo hamkorlik faoliyatlari olib borgan. Yangi Ipak yo'lini o'rtaq barpo qilish, yangi taraqqiyot yo'lini izlash maqsad qilingan bu 10 kunlik faoliyat davomida mazkur o'mak Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston qatorliq davlatlar bilan savdo, qatnash, energiya, diplomatiya, moliya, tamojna va aviatsiya qatorliq 18 soha bo'yicha hamkorlik kelishimi imzolagan. Xitoyning yuqumni nolga tushirish qamal siyosati keltirib chiqargan iqtisodiy chekinishdan keyin elib berilgan bu qatimliq savdo ziyorati Xitoyning qamalni darhol bo'shatib, iqtisodni gullantirish ehtiyojini chiqish qilgan bo'lib, Xitoy matbuotlari bu ziyoratning mo'l natijalik bo'lganligini tashviq qilgan. Turkiya Hacettepe Universitetining professori
Doktor Erkin Akram Efendi Xitoyning iqtisod chekingan ahvoldami O'rta Osiyo bilan bo'lgan munosabatga alohida ahamiyat berdiganligini bildirib, mundaq dedi. Xitoy bu O'rta Osiyoga ahamiyat berganligini shu Covid virusi yuqumli kasali jarayon qilgan chog'da hech chet elga chiqmagan Shi Jinpingmi 9-oyda, ya'ni Qozog'istonni, O'zbekistonni ziyorat qildi. Shi Jinpingmi shu Kommunist partiyaning 20-qurultayida bergan dokladida shu O'rta Osiyoning muqimligi, xavfsizligi Xitoy uchun mo'yin bo'lganligini, bu mo'yinlik yolg'izlik mutabiat chetda xavfsizlik emas, energiya chetdagi shu xavfsizlikni tilga ilib kelyotidi. Sharq Turkiston siyosiy chetda Beyjingga bog'langan bo'lsa, ammo qolgan tarix, madaniyat, din, irqiy, urf-odat chetda O'rta Osiyo bilan bir butun. Shuningga O'rta Osiyoninki muqimligi Sharq Turkistonning muqimligi deb tushundi. Bu sabablardan tufayli iqtisodiy nacharlashgan keyingi yillarda bo'lsa, O'rta Osiyodagi manfaatini yana shu qo'g'dab kelyotdi hamda. Xabarda aytilishicha, Uyg'ur Abdunum rayonluq sudi nazorati, Islohot taraqqiyot komiteti, Qizilsuv, Ili, Bo'rtalarning hukumat amaldorlari va korxona mas'ullaridan tarkib topgan bu o'mak 15-dekabr kuni Qozog'istonda Xitoy, Shinjang, Qozog'iston savdo va mablag' solish, bozorlash hamkorlik yig'ini o'tkazgan. Ikki taraf ximiya sanoati, ul aslaha qurilishi, davolash va saqliqni saqlash qatorliq sohalarda mablag' solish va hamkorlik kelishimi imzolagan. To'xtam sommasi 1 milliard 370 millionga yetgan. Xabardagi sonliq ma'lumotlarga qaraganda, bu yil 1-oydan 10-oygacha Uyg'ur rayoni bilan O'rta Osiyodagi 5 davlatning import-eksport savdo sommasi 22 milliard 400 million yuanga yetgan bo'lib, 60,9% ko'paygan. Hamda mazkur rayondagi umumiy savdo qiymatining 76,2%ni egallagan. Sharifjon Nadirov afandi Xitoyning Qozog'istonga mablag' solishda birinchi o'rinda emasligini, uning savdosining asosan yenik sanoat mollariga markazlashganligini, Qozog'istonning yangi ipak yo'lining birinchi bekiti bo'lish afzalligidan foydalanganligini bildirib, mundaq dedi. Mablag'ning o'lcham bo'yicha Xitoy birinchi o'rinda emas bizda. U 4-5 o'rinda. Mana mal tarafdan har turli mahsulot, yenik sanoat mahsuloti bo'yicha birinchi o'rinda. Ikkinchidan, buni yeni ipak yo'li ziminimizden kesip ötken için Kazakistan'da 19 yılı 5 milyar dolar paydı kendi. Hazır Rusya'da Ukrayna sokuş bırak bunu iş kandak bu İpek yoluna tesiri yok. Kazakistan'da bu yeni İpek yolunun eseri imtihan yukarı. Yalnız Kazakistan'da mesela Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Türkiye, Azerbaycan, Afrika'daki memleketler, Arap memleketlerine eseri çok. Bunun için Kazakistan, Xitay'ın ziminden poyizla malla çıkandı birinci memleket. Elbette Kazakistan devleti özdeki şu ordu bilen paylaşıldı. Yeni İpek yolu Kazakistan için nayıtı köp paydı verdi. O iktisat, o ticaret, o biznes. Mana ilk vaxtında o intayın çoğun siyaset, geosiyaset. Sharifjon Nadirov apandining qarashicha, Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishi bir balvaq bir yo'l savdosini to'xtatib qo'yolmagan. O'rta Osiyodagi energiya boyligi Xitoy bilan Rossiyani o'zaro raqobatga solgan ahvol texro'shan ko'rilmagan. Shundaqdimi Rossiya bilan Xitoydagi cho'ng davlatlarning orasida qolgan O'rta Osiyo davlatlari, jumladan Qozog'iston ko'p qutblik diplomatiya siyosati qo'llanishga muhtoj ekan. Shundaqla o'z zaminidagi boyliqlardan yaxshi foydalanib, o'zini kuchlantirishi kerak ekan. Amerika bo'lsin, Yevropa ittifoqi bo'lsin, Xitoy bo'lsin, Rossiya bo'lsin, hammasi dunyo yuzidagi davlatlarga bisim qildi. U haq. Uningsiz mumkin emas. Geosiyosatlik o'rtaliklarniki bismi bo'ldi. Uning sababini bilsiz, u baylık. Aslındaki baylık. Amerika, Rusya, Xitay, Yevropa bo'lsa, şunun arasında yaşavatkan devletler kandak buluş gerek. Ular şu besimini özüge mümkün durup taraqqiyat qiladi ya ularning o'zidagi bir mustaqillik yo'li bormi? Ikki davlatning orasida kichik mamlakatlar bo'lib qolsa, ular o'zining iqtisod, transport, logistikalık o'rnini foydalanib, cho'ng polistik mamlakatlarga qarshi siyosat yasash mumkin. Shunda rol o'ynasak biz bir chetda Rossiya, bir chetda Xitoy
Bizim geografik ornumuz naytı murakkep. Dünya yüzündeki en çok baylık bizimki zeminimizdeki. Neftli ilan, gazlı ilan, remlik metallurgiyani ilan, kar metallurgiyani ilan, kimya oğartlı ürünlerini ilan hepsi şu Orta Asya Müslüman devletleri, bunun arasında Kazakistan var, Özbekistan var, başkalan var. Şu baylık biz için bir taraftan yaxşı, bir taraftan baylık ki ziyanlı buluş mümkün. Özümüzün tabii baylıklarımızda, özümüzün transportlık, logistiklik ordumuzda faydalanıp hepsinden yaxşı münasebet kılış şunda bizden maksat. Erkin Ekrem efendimi O'rta Osiyo davlatlarining Xitoy bilan Rossiyadan boshqa Amerika va Yevropa ittifoqi bilan hamkorlashish orqali siyosiy tengqurlikni saqlab, o'zini taraqqiy qildirish yo'liga mangandila Xitoyga bo'lgan beqindilikdan qutula oladiganligini bildirib, mundaq dedi. O'rta Osiyo Rusya uchun mo'yin bir rayon. Normalde onu arka bahçe deb ko'rdi. Hem de Xitoyning bu O'rta Osiyoning kuchining yukselishini xohlamaydi. Hem de O'rta Osiyodagi energiyaning shu Rusya orqali dunyoga ketishini xohlaydi. Agar de Rusya bilan Xitoyning orasida jiriklik bo'lib qolsa, O'rta Osiyodagi davlatlarmi ya Rusya ya Xitoyni tanlashga majbur qiladigan bunda bir ahvolmi paydo bo'ladi. Xitoy O'rta Osiyoda nurg'un mablag'larni silyotidi. Qirg'iziston va Tojikistondagi davlatlarni qarzga bo'g'ib qo'ygan bir ahvol bor. Shuningga Xitoy bir chetdan shu iqtisodiy tijoriy vositasi bilan O'rta Osiyoni o'ziga bog'lash degandek shunday bir tushunchami bor. Şuna O'rta Osiyo davlatlar o'zininki davlatining kuchini kuchlantirish bilan abaqa degan qiyinchiliklarni utishga tirishadi. Shunga yaqinqi zamonda mayli bu Yevropa Birligi bilan hatto bu Amerika bilan bo'lgan munosabatlarni yaqinlashtirishga tirishadi. Bo'libmi Qozog'istonninki yangi Cumhur raisimi Qozog'istonninki iqtisodini jonlantirish uchun yolg'izlik Xitoy va Rossiya emas, boshqa dunyoga ichilishninki yo'llarini izleyotdu. Eğer de O'rta Osiyo dunyoga shunda ichilgan taqdirda Rossiya va Xitoyga bo'lgan beqinishdan qutula oladi hamdi. Navbatdagi vaziyatdan qaraganda Xitoyning O'rta Osiyo tushi bir balvoq bir yo'l orqali amalga oshayotgan bo'lib, O'rta Osiyo davlatlarining taraqqiyot ehtiyoji va cho'ng davlatlardan teng foydalanish orqali kuchlanish nishoni buningga imkon yaratib bermoqda ekan.